Assalomu alaykum aziz obunachilar. Nexia 3 so'raganlar uchun yili yangi holati ideal Nexia 3 olib qo'yganman. Mana aka o'zi. Holati ideal. Sagadiska balonlar qo'yilgan. Yili 22 holati zo'r mashinamiz. Beton gazlar bilan tayyor holatda olasizlar, haydasizlar. Qilinadigan ishi yo'q. Tablolarga alohida mehr berib qo'yilgan, yurgan probegi ham 165 ming halol o'ziniki, aylantirilgan, boshqa qilinmagan, qo'lligida cho'qaloq qo'yilgan. Mashinamiz ideal holatda sostaniyasi. Yurishlari ancha zo'r. Yumshoqqina yuradi akalar. Mana ko'rib turganingizdek, metan gazlar qo'yilgan, zapaska, hamma yog'i bor, qozoni ham butun. G'ijim bo'lib qolmagan. O'zingiz ko'rib turganlaringizdek. Hech qanday o'dar bo'lmagan. Bu mashinamiz avtokreditga, naqdga chiqadi. Xohlasangiz naqdga oling, xohlasangiz avtokreditga. Bu avtokreditga $1000 boshqalov bilan hamma xarajatlar ichida. Mana ko'rib turganingizdek, mashinamiz ideal holatda. Qolgan qo'shimcha ma'lumotlarni telefon orqali gaplashib o'tamiz. Kraskasi bor, yo'q emas, lekin ichiga o'dar o'tmagan. Kraskasi mana shu krilosida, ikkinchi kapotida bu, ichiga o'tmagan o'dar bemalol siz olib kelib tekshirtirib olaverasiz. Holati yaxshi.